men. Jaj xayolparast Umida. Otam meni bolaligimda shunday atardilar. Chunki bolaligimdan go'yo ushalishi mumkinmasdek tuyulgan orzular, xayollar qilardim. Bilasizmi? Hozirda men o'sha xayollarimda, orzularimda yashayapman. Men o'zim bilan faxrlanaman. Oilada sevimli ayol, mehribon ona, namunali kelin. Ishda esa butun respublika taniydigan tajribali ginekolog, reproduktologman. Men bu baxtga qanday erishdim? Asl ayollik fitratimni anglaganimda. Biz ayolmiz. Asl baxtni ayolligimizda topamiz. Juftimiz bilan garmoniya, nafislik, nazokat, ojizlikda. Ayollik fitratida shunday sehr borki, qudrat emas, balki mehr bilan dunyoni o'zgartira oladi. Jaj Umida hali ham o'zgargani yo'q. U hozirda ham katta orzular qiladi, oldiga katta maqsadlarni qo'ygan.